Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda muloqot ko'rsatuv. Ma'lumki, mamlakatimizda barcha sohalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilyapti. Albatta, keyingi yillarda chorvachilikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar ham o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Albatta, viloyatimiz iqtisodiyotida chorvachilik ham yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda chorva mollarini ko'paytirish, mahsuldorlikka erishish, bundan tashqari shu chorva mollarida uchraydigan o'ta xavfli, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar ham soha istiqbolini belgilab beradi va bu borada qilinayotgan ishlar ham o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda bugun biz studiyamizga albatta mutasaddilarni, mutaxassislarni taklif etganmiz. Suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Shu muloqotimiz ishtirokchilari albatta mana shu soha bilan bog'liq jarayonlar haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishadi. Viloyat hokimining o'rinbosari Oybek Omonov, viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Eshmatov. Shuningdek, bugungi suhbatimizda albatta Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti ichki yuqumsiz va kasalliklar kafedrasi professori, veterinariya fanlari doktori Baxtiyor Bakirov hamda veterinariya ilmiy tadqiqot institutining professori, veterinariya fanlari doktori Ilhom Salimov, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti veterinariya jarrohligi va akusherlik kafedrasi professori, veterinariya fanlari doktori Baxtiyor Ishburiyev. Albatta, ushbu universitetning mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi mudiri, veterinariya fanlari doktori Zumrat Shopulatova hamda universitetning veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti dekani, veterinariya fanlari doktori Firuz Qurbonov hamda universitetning veterinariya profilaktikasi va davolash fakulteti dekani, veterinariya fanlari doktori Hakim Niyozov hamda universitetning ichki yuqumsiz kasalliklar kafedrasi assistenti, veterinariya fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori Salohiddin Asqarovlar muloqotimizda ishtirok etishyapti. Albatta, bugungi suhbatimiz mana shu chorva mollarini ko'paytirish, mahsuldorlikka erishish, chorva mollarida uchraydigan yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni oldini olish bilan bog'liq jihatlarga e'tibor qaratiladi. Dastlab suhbatimizni Oybek aka siz boshlab bersangiz, bugungi kunda shu viloyatimizdagi holat, chorvachilikni rivojlantirishga qaratilgan e'tibor, o'sha chorvachilikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlarning samaradorligi nimalardan iborat bo'lyapti, nimalarga e'tibor qaratilyapti? Albatta, bu ko'pchilikka qiziqtiradi. Dastlab shu haqda o'zingizning fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu davra suhbatida asosiy maqsadimiz hammamizga ma'lumki, shu Qashqadaryo viloyati bugungi kunda shu chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish va bugungi kunda aholi xonadonlarida chorva mollarini oshirish borasida keng ko'lamli amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Shu boisdan ham bugungi kunda mana shu ustozlarni bu yoqqa chaqirib bir davra suhbat tashkil qilishdan asosiy maqsad bugun eng katta chorva mollari bugun aholi xonadonlarida parvarishlanmoqda. Shundan kelib chiqib bugun hamma har xil vahimaga tushish holatlari yoki kimdir kasallik tarqabdi degan gap so'zlar yoki buni oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha bugun o'sha mutaxassislarda yoki aholi xonadonlaridagi bilim va ko'nikmalar yetishmasligi sabab ko'rsatilmoqda. Shundan kelib chiqib bugungi uchrashuvimizda fermerlarimiz tomonidan yoki aholi xonadonlaridan ko'plab savollar bo'lgan. Shu borada bugun biroz suhbatlashib o'tishga to'g'ri keldi va bugun mana shu qisqacha efir jarayonida barcha kasalliklar bo'yicha yoki oziqlantirish borasida yoki uni go'sht va sut mahsuldorligini oshirish yoki uni parvarishlashda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Rahmat. Endi albatta Oybek aka, mana shu suhbat jarayonida viloyatdagi epizodik barqarorlik, chorvachilikni rivojlantirish borasida o'sha yaratilayotgan imkoniyatlar, naslli chorva mollarini olib kelinishi, ularni parvarishlash bilan bog'liq ishlar, o'sha chorvachilik, baliqchilik, qo'ychilik va aynan shu sohada erishilayotgan bir yutuqlar natijasi va bugungi kundagi o'sha aytish mumkinki tabiiy iqlim sharoitidan kelib chiqib chorva mollarida uchraydigan o'sha yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga qarshi kurash choralari bo'yicha o'sha erishilgan o'sha tajribalar, natijalar haqida viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Eshmatovdan eshitsak. Marhamat Shuhrat aka. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan to'g'ri savol bo'ldi. Qashqadaryo viloyatida 1263 ta chorvachilik subyektimiz bor, qoramolchilik. 583 ta qo'ychilik bor. Jami 2300 dan ziyodroq chorvachilikka ixtisoslashtirilgan
barcha turdagi subyektlarimiz mavjud. Viloyatimizda qoramollarni parvarishlash jarayonida 1.700.000 dan ziyodroq qoramol parvarishlanyapti. Mayda shoxli mollar 5.500.000 ga yetdi. Parrandalar 6.800.000 ga yetdi. Mana shu parrandalarda barchasini veterinariya xizmati olib borilayotgan 151 ta uchastkamiz mavjud. 454 ta xodim ishtirok etyapti. Viloyatimizda 776 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lsa-da, hozirgi kunda mana shu veterinariya mutaxassislari tomonidan epizodik barqarorlikka erishish uchun barcha mutaxassislar nazoratga olingan, reja asosida mavsumiy ishlar davom etyapti. Demoqchimanki, Qashqadaryo viloyatidagi epizodik holat bo'yicha hozir Oybek akam to'g'ri gaplarni gapirdi. Aholi o'rtasida shov-shuv gaplar ketyapti. Mana shu kuydirgi kasalligi qanday bo'ladi, quturish kasalligi qanday bo'ladi, oqsil kasalligi bu nima degan savollar juda ko'p tushyapti. Buni hammasi nazoratga olingan, o'z vaqtida reja asosida emlamalar bizlarga 361-sonli qaror bo'yicha ta'minot berilgan, davlat byudjeti hisobidan bu berilgan ta'minot bo'yicha uchastkalarga tarqatilib, har bitta xonadon pasporti berilgan, emlashni nazoratga olganmiz. Mana shu pasportga haqiqatdan nechta qoramoli emlandi, nechta qo'yi yo parrandasi yo iti emlandi, hisob kitobini har oyning 29-30 sanasiga hisobot berib boradi. Viloyatda migratsiya juda katta. Buni nazoratga olish uchun bizlarga mana shu Shirinobod, Muborak tumanida karantin postlarimiz mavjud. Bu yerda Umakay, Ko'kdala tumanida bu yerda postlarimiz mavjud. Yaqinda yangi asbob uskunalar bilan, laboratoriya jihozlari bilan davlatimiz tomonidan ta'minlab berildi. Undan tashqari Kitob tumanida Mingchinor nazorat qiluvchi uchastka punktlarimiz mavjud. Kirayotgan, chiqayotgan barcha turdagi choromollar nazoratga olingan. Demoqchimanki, biz mana shu veterinariya sohasida bitta yangilik ish qilganmizki, mana hurmatli ustozlarim, hurmatli olimlar o'tiribdi. Viloyatimizdagi barcha holatlarda emlash uchun bir kun oldin ovoz uzaytirgich bilan xabardor etamiz mahallani. Xabardor etmasak, bizda Ko'kdalada yoki bo'lmasam Dehqonobod tumanlarida yoki bo'lmasam Mirishkor, Muborak tumanlarida aholi tarqoq joylashadi. Bittasidan ikkinchisiga borguncha bir kun vaqt o'tib ketadi. Guruh tashkil qilganmiz. Guruh asosida 8 ta 10 ta veterinariya mutaxassisi oldingi vaqtlarda bitta mahallani bir hafta emlaydigan bo'lsa, biz hozir bitta mahallani bir kunda emlab chiqib ketamiz. Bu 776 ta mahallani zudlik bilan mavsumiy emlashda o'zimizni hissamizni qo'shmas ekanmiz, erta holat juda kuchayib ketishi mumkin. Haqiqatan qo'shni davlatlarda, qo'shni viloyatlarda mana shu quturish kasalligi, kuydirgi kasalligi, mana shu Qrim-Kongo gemorragik isitma kasalligi deymiz, bu kanallar orqali kun isishi bilan paydo bo'ladigan. Mana hozirgi yashur oqsil kasalligi deymiz. Lekin hozir kunda birontasi hozir qayd etilmagan viloyatimizda, lekin bu gumon qilinyapti. Hozir olimlarimiz hammasini tushuntirib beradi. Bu holatlar bu oxirgi 2 yilda mana shunaqa nodulyarni dermatit kasalligi, oqsil kasalligiga gumon qilinishi yoki bo'lmasam Qrim-Kongo gemorragik isitma kasalliklariga kanallarda e'tiborsizlik natijasida kelib chiqadigan kasallik. Bu kanalarning eng yomon holati ko'proq Qamashi tumanining tog'li zonasida, Dehqonobod tumanining tog'li zonasida, Boshchorbog' territoriyalarida o'ta xavfli iqtisod kanallari ko'pligini inobatga olib, bizlar dezinseksiya, deratizatsiya qilinayotgan ishlarda o'zimiz mana shu maxsus veterinariya xizmatimiz boshqarma tomonidan nazoratga olingan. Oxirgi 5 yil ichida bizlarda bu narsalar qayd etilishi juda kamayib ketgan. Hozirgi ko'p mana shu o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bo'yicha ustozlarim, professor, o'qituvchilarimiz hozir o'zlariga so'zni bersangiz, biz mana shu 18-apreldan 18-maygacha shu muhtaram shu davlatimiz tomonidan berilayotgan topshiriqlarda epizodik barqarorlikka erishish uchun mana shu Baxtiyor Bakirov, Eshburiyev domlalar bir oy muhlatda Qashqadaryoning epizodik holatini ham sun'iy urug'lantirilish tug'ilayotgan buzoqlarning
natijadorligini ham hammasini o'rganib bizlarga motivatsiya berdi, xalqqa motivatsiya berdi, ko'plab seminarlar o'tkazildi. Bu ilm fan ishlab chiqarish integratsiyasini yo'lga qo'ymas ekanmiz, epizodik barqarorlikka erishib bo'lmaydi. Hammamizga ma'lumki, respublikamizda hukumatimiz boshlig'i muhtaram Shavkat Mirziyoyev boshchiligida agrar islohotlar, shu jumladan chorvachilik islohotlari olamshumul darajada amalga oshirilmoqda. Mana bugungi muloqotimizning asosiy mazmuni ham mana shu islohotlarning Qashqadaryo viloyatidagi ijrosiga bag'ishlangan bo'lib, bunda yuqorida ta'kidlanganidek, mana shu viloyat hokimligi, Qashqadaryo viloyat veterinariya va chorvachilik rivojlantirish boshqarmasi ularning tashabbusi bilan uyushtirilgan bugungi muloqotda biz olimlar shu viloyatimizda, ya'ni Qashqadaryo viloyati chorvadorlariga o'zlarining chorva mollarini barcha turlari bo'yicha ularni sog'lig'ini saqlash, mahsuldorligini oshirish, ulardan sog'lom bola olish, kelajakda yaxshi natijalarga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak degan savollar bo'yicha bizlar o'z maslahatimizni, ilmiy amaliy maslahatlarimizni berish uchun kelganmiz. Bizlar uzoq yillardan beri mana shu ushbu kasalliklarni tadqiq qilish bo'yicha chorva mollarida uchraydigan barcha ichki yuqumsiz kasalliklarni o'z vaqtida tashxis qo'yish, davolash va oldini olishga qaratilgan tadqiqotlarni o'tkazib kelyapmiz. Shu tadqiqotlarning natijasini bugun biz agar chorva ahliga, o'zimizning tadbirkorlarimizga, mana shu dasturxonimizning asosiy sababchilari bo'lgan chorvadorlarimizga o'z maslahatlarimizni beradigan bo'lsak, ichki yuqumsiz kasalliklar chorva mollarida xohlaymizmi, xohlamaymizmi, har bir faslda, har bir yoshida juda ko'p uchrab turadi. Ana shuni uchrab turishini o'z vaqtida aniqlaydigan bo'lsak, o'z vaqtida bizlarning erishgan natijalarimiz, bergan tavsiyalarimiz bo'yicha davolaydigan bo'lsa, ham arzon davolanadi, ham natijasi yaxshi bo'ladi. Buni bizning joylardagi shogirdlarimiz, veterinariya ahli, veterinariya xizmati mutaxassislar juda yaxshi bilishadi. Shunga qaramasdan bugun yana bir eslatib o'tishni o'zimizga joiz deb hisobladik. Birinchi navbatda ichki yuqumsiz kasallik bo'ladimi, yuqumli kasallik bo'ladimi, boshqa turdagi kasalliklar bo'ladimi, asosiy e'tibor hayvonlarni saqlashga berilishi zarur. Saqlashda molxonada saqlash, yaylovga chiqarib saqlash, ularni yoki bo'lmasa almashtirib saqlashga e'tibor beradigan bo'lsak, mavsumiy e'tibor juda ham zarur. Bizda yozimiz juda issiq bo'ladi. Bunda hayvonlar va ventilyatsiyaga e'tibor berish juda zarur. Qishimiz ayniqsa mana keyingi yillarda anomal sovuqliklar bo'lib o'tyapti. Bunda albatta molxonalar, bizning o'zimizning uy joylarimiz qanday isitiladigan bo'lsa, molxonalarimiz ham isitish sharoitlarini ko'rishni biz tavsiya qilamiz. Uning iziga molxona qanday bo'lish kerak? Molxonada mana yuqorida az nomlar tilga olingan olimlar ham yana takrorlashadi o'zlarining fikrlarini. Birinchidan, molxonaga kirish joyida mana avtomobil kiradigan, boshqa transport kiradigan joylarda dezbaryer bo'lishi kerak. Albatta u har kuni o'zining kerakli gradusida, kerakli darajasida zapravka qilinib turishi kerak eritma bilan. Dezavannalar bo'lishi kerak odamlar o'tadigan joyda. Molxona shunday toza bo'lishi kerakki, mana hozirgi zamonda ideal toza bo'lishi kerak. Supurilgan, oqlangan, taxlangan, suvolgan shu odam, hayvon, mana shu odamlarning hovlisida qanday tozalik bo'ladigan bo'lsa, biz qanday sharoitda yashaydigan bo'lsak, bizning chorva mollarimizning ham sharoitini ideal ravishda shunga yaqinlashtirishimiz kerak. Mana bunda demak o'z vaqtida dezinfeksiya, o'z vaqtida mollarni tozalash, o'z vaqtida mollarni cho'miltirib turish, ularning veterinar tashqi parazitlariga qarshi kurashish, ichki parazitlarga qarshi kurashish, qolaversa kasalliklarni o'z vaqtida emlab turishni juda ham rejali ravishda amalga oshirish kerak. Mana bundan keyin endi saqlash bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi omil oziqlantirish masalasi. Bizda oziqlantirishga molni to'ysa bo'ldi, o'lmasa bo'ldi degan gap bo'ladi, xalq orasida yo'q, bunday emas. Har bir hayvon o'ziga kerakli tana vazniga mos holda, kunlik beradigan sutiga mos holda, bachadonda rivojlanayotgan buzoqning yoshiga mos holda oziqa qabul qilish kerak. Yoki burdoqi novvoslarimiz kunlik rejasi necha gram sevirish kerak, o'shanga mos holda oziqlantirish kerak. Ayniqsa bugun juda ham dolzarbki, sog'in sigirlarni oziqlantirish, chetdan kirib kelgan zotli qoramolarni oziqlantirish masalasi. Bunda albatta birinchi navbatda sifatli dag'al xashak. Bu o'zining o'rnida bo'lish kerak. 10 litr sut beradigan sigir misolida men eslatib o'taman. Chorvadorlarimiz buni avvaldan ham bilishadi, malaka oshiruvchilar ham bilishadi, bitirgan bakalavrlarimiz ham bilishadi. Yana bilsam men eslatib o'taman. Demak, sifatli dag'al xashak bunda yarmi beda pichani bo'lish kerak, 5 kilogramgacha. Mahalliy dag'al oziqalar aralashmasi 5 kilogramgacha. Ya'ni sifatli omiqda yem, bug'doy, arpa, makka teng miqdorda aralashgan va yorma qilingan omiqda yem 3-5 kilogramgacha.
qandlovlarga aralashgan ildiz mevalilar 3-5 kilogrammgacha, silisinaj aralashmasi 10-15 kilogrammgacha va qolaversa mana shu shirot kunjara 1-1,5 kilogrammgacha berilsa, 50-60 grammdan yotlangan tuz beriladigan bo'lsa, qavatiga mana shu avvaldan sinalgan, litsenziyalangan mana shu premix beriladigan bo'lsa, bugun bizning sigirimiz, zotli sigirimiz 10 litrgacha kerakli yog'liqdagi sutni beradi. Shunga biz e'tibor beradigan bo'lsa, bizda to'liq shart-sharoit bor, yaylovlarimiz keng, demak yemimiz yetarli, faqat e'tiborni talab qiladi. Mahalliy qoramollarimiz 10 kilogramdan ziyod yem beradi, ya'ni sut beradi. Shuning uchun biz e'tiborga olishimiz kerakki, oziqlanish. Uchinchisi umumiy profilaktik tadbirlar. Umumiy profilaktik tadbirlarda olimlarimiz eskidan bu bizga tavsiya berib kelgan ustozlarimizki, dispanserlash, ya'ni hayvonlarni muntazam ravishda haftada nimaga, bir oyda nimaga, 6 oyda qaysi ko'rsatkichga, 1 yilda har yilda nimaga tekshirib turish kerak. Agar biz molni muntazam chorva molni tekshirib, klinik tekshirib, qonuni tekshirib turadigan bo'lsak, undagi kelib chiqayotgan buzilishlarni o'z vaqtida ertachi aniqlab, ertachi tashxis qilib choralarni ko'ra olishimiz kerak. Ana bu hozirgi veterinariyadagi eng zamonaviy, eng progressiv texnologiya dispanserlash. Ya'ni buni bizning respublikamizda boshlandi. Ya'ni identifikatsiyalash masalasi. Buning o'rniga identifikatsiyaga tekshirishni qo'shsak bo'ldi, dispanserlash bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Infeksion kasalliklar. Bu infeksion kasallik ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham siyosiy muammo. Bu nafaqat veterinariya mutaxassislarining muammosi, bu umuman jamiyatga, barchaga ham iqtisodiy tomondan zarar keltiradigan muammoli holat. Ana endi infeksion kasalliklar ko'pchilik bir noto'g'ri talqinlar bo'ladiki, falon bir kasallik. Ko'p hollarda ko'pgina infeksion kasalliklarda simptomatikasi, ya'ni klinik belgilari, o'sha kasallikni kechish ko'rinish belgilari bir necha kasalliklardagi bir xil bo'lishi mumkin. O'shanday holatda ko'pchilik odamlar bilib bilmay boshqa bir kasalliklarni gumon qilishadi. Mana bu narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Ana endi infeksion kasalliklar bu jamiki kasallikda agar biz 100% deb oladigan bo'lsak, masalan, yuqumsiz kasalliklar, ichki parasitar kasalliklar, infeksion kasalliklar hammasini agar biz 100% deb oladigan bo'lsak, infeksion kasalliklar 5-10% ni tashkil qiladi xolos. Lekin o'sha 5-10% kasalliklarda ichidagi bitta oddiygina bitta kasallikni o'zi qolgan 95% kasallikdan keladigan iqtisodiy zararni qoplab ketadi. Shu nuqtai nazardan infeksion kasalliklarga juda muhim e'tibor beriladi va bu kasallikka nafaqat veterinar, barcha bir yoqadan bosh chiqarib bu narsaga qarshi turish kerak. Hokimliklar, aholilar, hattoki o'sha chorva bilan shug'ullanadigan yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, o'sha hayvon bilan qo'y bo'ladimi, qoramol bo'ladimi, parranda bo'ladimi, nima bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, barchasi bir yoqadan bosh chiqarib ushbu infeksion kasalliklarga qarshi chora-tadbirlarni reja asosida amalga oshirish kerak. Mana oddiygina bir misol keltiraman. Xonadonda bir bola tashlashi mumkin, abort kuzatilishi mumkin. Ana endi o'shanday holatlarda molning egasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, u jismoniy shaxsmi, yuridik shaxsmi, 24 soatdan kechikmasdan veterinariya mutaxassislariga bu haqida xabar berishga majbur. Chunki o'sha chorva bilan shug'ullanadigan har bir insonni o'zining ham majburiyatlari bor bu sohada. Ana endi o'sha majburiyati yuzasidan veterinariya bo'limiga bu haqida xabar berish kerak va veterinar kelib bu narsadan bir ma'lum bir xulosa chiqaradi. Qaysidir bir kasallikka gumon qilishi mumkin. Ba'zi holatlarda yuqumsiz bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda bir infeksion kasallik bo'lishi mumkin. Ana endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'sha abort bo'lgan holatda ma'lum bir tadbir ishlab chiqiladi. Bu tadbirda albatta bu veterinariya mutaxassislari amalga oshiradi. Ba'zi bir kasalliklar bor, davolash mumkin bo'lmagan kasalliklar bor. Ba'zi bir kasalliklar bor, uni maxsus joylar ajratilgan, o'sha joyga olib borib tashlash kerak. Ba'zi bir kasalliklar bor, o'sha joyda o'zida yoqib, kuydirib yo'q qilish kerak bo'layotgan holatlar bor. Bu narsalarni faqatgina veterinarlar biladi va men bitta narsani iltimos qilib qolardim. O'sha fermerlar, aholi xonadonlarda parvarishlanayotgan hayvon egalar
demak har qanday holatda shu veterinar mutaxassis bilan hamsuhbat birgalikda bu ishlarni amalga oshirish kerak. Ana endi infeksion kasallik shunchaki bir qo'zg'atuvchi keldi shamol bilan yoki bir chang to'zon bilan yoki bir oqar suv bilan yoki oziqa bilan qo'zg'atuvchi keldi va o'sha qo'zg'atuvchi hayvon organizmiga tushib kasal bo'ldi. Bu tushuncha salgina boshqacharoq, chunki kasallik paydo bo'lish uchun bir qancha omillar bo'lishi kerak. Bu omillarga mana domlamiz professor Maxtiyor Bakirovich aytgandek oziqa, ya'ni hayvonni o'zini ressenligi, qay darajada u o'sha kasallikka tura bera olish qobiliyati. Ikkinchi holati o'sha hayvonni saqlash sharoiti. Masalan, issiqda qolib ketishi mumkin, sovuqda qolib ketishi mumkin yoki yilvizakda qolib ketishi mumkin. Demak, bular ham qay bir darajada omil bo'la oladi. Undan tashqari qo'zg'atuvchining o'sha yuqaydigan miqdori va uning patogenligi, virulentligi. Ana endi mana hozir ko'pgina xalqimiz orasida mana bu oqsil muammosi degan holatlar bo'lib turibdi. Oqsilga davolanuvdi, yaxshi bo'luvdi, yana qaytadan kasallik paydo bo'ldi. Aslida biz oqsilni davolaganimiz yo'q, chunki biz oqsilni davolay olmaymiz. Chunki virus, bu oqsil kasalligining qo'zg'atuvchisi virus. Virus hujayra ichida bo'ladi doimo. Hujayrani ichiga siz biz biladigan bironta veterinariya preparati virusga ta'sir qilmaydi. Hujayra ichiga kirish xususiyati yo'q. Virusga ta'sir qiladi faqat yuqori immunli qon zardobi, interferon va maxsus immunoglobulinlar, ya'ni antitellar. O'shalargina virusga ta'sir qilishi mumkin. Lekin biz ba'zida oddiygina stomatit yoki tuyoq kasalligini davolaymizda biz bilib bilmay oqsil deymiz. Oqsilga diagnoz qo'yish ancha murakkab. Buni laboratoriyada demak identifikatsiya qilib aniqlash anchagina murakkab. Bunga alohida maxsus asbob uskuna kerak, reaktivlar kerak. Shunchaki bir qaysidir bir ko'rinishi, masalan, so'lak oqishi yoki oqsashini ko'rib bu oqsil deyish, bu nima deydi? Bu aniq tashxis emas. Bu shunchaki nima deydi? Bu gumon. Ana endi mana shu gumonlarga ishonib har xil gapni tarqatish kerak emas. Shuhrat Ochilov aytganidek, veterinariya mutaxassislari har bir faslda mavsumga qarab ma'lum bir mavsumiy kasalliklarga qarshi emlash tadbirlarini amalga oshirib kelyapti. Bu borada demak davlatimiz ma'lum bir kasalliklar bo'yicha o'sha emlamalar, reaktivlar bilan ta'minlayapti. Endi mana bir Yevseyenko degan vetvrach bir juda ajoyib iborani aytgan. Shu tibbiyot vrachi insonni davolasa, veterinar insoniyatni asraydi. Bu veterinariya mutaxassislari tunu kun insoniyat uchun xizmat qiladigan bir nima deydi, xalq uchun, el uchun xizmat qiladigan mutaxassislik. Endi bu juda sharafli kasb, lekin veterinar o'zi bu muammolarni hal qilishga qurbi ham yetmaydi, jismonan kuchi ham yetmaydi. Bu men yuqorida aytganimdek, bu ijtimoiy ham siyosiy muammo. Bu hamma birgalashib, kerak bo'lsa aholilar, fermerlar hamma bir yoqadan bosh chiqarib, yonma-yon turib bu narsaga qarshi kurashish kerak. Ana endi mana siz biz juda yaxshi bilamiz, ko'pgina infeksion kasalliklar ma'lum bir darajada xuddi bir sog'ayganday bo'ladi, aslida o'sha qo'zg'atuvchi, tashuvchiga aylanib qoladi. Qo'zg'atuvchi, tashuvchi, u klinik jihatdan sog'lom ko'rinadi, lekin to'liq sog'aygan emas. Organizmda o'sha mikrob yoki virus saqlanib qoladi. Molda axlati bilan, siydigi bilan, so'lagi bilan, ko'z yoshi bilan va hokazo turli xil ajratmalari bilan o'sha qo'zg'atuvchini tashqi muhitga tarqatadi. Ana endi o'sha molxona agar sanitariya gigiyena tomonidan agar tozaligi yoki o'sha dezinfeksiyalari o'z vaqtida qilinmasa, o'sha go'ngda oylab saqlanishi mumkin, hattoki virus ham. Endi mikroblar viruslarga nisbatan ancha bardoshliroq, lekin eng noziki virus bo'lsa ham, o'sha virus ham bir oygacha o'sha notoza joylarda saqlanishi mumkin. Shuning uchun
iltimos qilardimki, shu firmalardagi sanitariya gigiyena holatiga rioya qilish kerak va doimiy o'sha dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish kerak. Hurmatli tele tomoshabinlarda ko'p savol bo'ladi. Hammamiz ham mana shu qishloq sharoitida o'sganmiz. Bitta masala, hurmatli ustozlar, yuqumli kasallik va yuqumsiz kasallik to'g'risida bir ajratadigan bo'lsak, bugungi kunda qaysi kasalliklar yuqumli kasallik, qaysilari yuqumsiz? Birinchi savolim bo'lardi. Ikkinchi savolimiz, mana shu kunda umuman respublikada uchrayotgan asosiy kasalliklarning belgilari bo'yicha bir qisqa aytib o'tilsa. Bevosita birlamchi omillar, ya'ni oziqlantirishning buzilishi, saqlash sharoitining buzilishi, ekspluatatsiya sharoitining buzilishi va hayvonlarni parvarishlash sharoitining buzilishlaridan kelib chiqadi. Bu birdan ikkinchisiga yuqmaydi hayvondan. Lekin hayvonning o'ziga kelgandan keyin o'sha kasallik chaqiradi, belgisini beradi, biz tashxis qo'yib uni davolashimiz kerak. Eng asosiy sabab oziqlantirish bilan saqlashda. Saqlashga mana men aytib o'tdim, sovuq bilan issiq u yomon uning asorati. Oziqlantirishda to'yimsiz oziqlantirish, sifatsiz oziqlantirish yoki bo'lmasa nomuvofiq oziqlantirish, berish kerak bo'lmagan oziqlarning berilishi mana shunday omillarga kiradi. Bu hayvondan hayvonga yuqmaydi. Bu kasalliklar bugungi kunda 9 guruhga bo'linadi. Yurak va qon tomirlar tizimining kasalliklari 50 ga yaqin, nafas tizimining kasalliklari undan ham ko'p, ovqat hazm qilish tizimining kasalliklari undan ham ko'p, ayirish tizimining kasalliklari, buyrak tizimining kasalliklari, asab tizimining kasalliklari, modda almashinuv buzilishlari va zaharlanishlar. Shu 9 guruh kasallik bu 200 dan oshadi o'rtacha shu kasalliklar. Buni xalqimiz bilish kerak. Bizning tavsiyalarimiz bor. Bularni davolashga imkoniyatimiz bor, chunki bular yuqumsiz. Ikkinchisi bronxopnevmoniya, o'pka shamollashi. Uchinchisi mana ovqatni oziqa yemay qoldi, ishtasi, gipoatoniya, oshqozon, keyin timpaniyasi, damlashi, keyin gastroenterit, ichi o'tishi. Undan keyin buyrak tizimi, buyrakni shamollashi, siydik ajratilmay qolishi, siydikdan qon aralashi, ayirish tizimiga kiradi. Keyin asab tizimining kasalligi, issiq urishi, sovuq urishi, meningit degan kasallar bor. Bu bevosita asab tizimining kasalliklari. Endi zaharlanishlar qarang. Zaharli o'simliklardan zaharlanishlar. Mineral o'g'itlardan zaharlanishlar. Buzilgan oziqalardan zaharlanishlar. Bu juda ham keng ko'lamda zaharlanishlar. Undan oldida ozgina noto'g'ri oziqlantirishdan modda almashinuv buzilishi deydi. Mana ketoz zaharlanib organizmda zaharli moddalar oshib ketadi. Osteodistrofiya, suyaklari qiyshayib boshqa bir rahat bo'lib qoladi osteodistrofiya. Ana shunday holatlar yuqumsiz kasalliklarga kiradi. Veterinariya vrachi joylarga borganda hayvonlar orasida kasallikni ko'rgandan keyin mana juda to'g'ri savol berdilar. Bu yuqumlimi yoki yuqumsizmi? Shuni ajratishga harakat qiladi. Endi hozir ustozimiz juda ko'p yuqumsiz kasalliklar haqida gapirdilar. Yuqumli kasallikni yuqumsiz kasallikdan o'ziga yarasha farqlari bor. Birinchi farqi, yuqumli kasallikning chaqiruvchisi bor. U bo'lishi mumkin bakteriya, virus, zamburug', tirik jon. Mayda ko'zga ko'rinmaydigan mikroorganizmlar hisoblanadi. Ikkinchidan, kasallikda inkubatsion davri bo'ladi. Qaysiki bu yuqumsiz kasalliklarda bo'lmaydi. Undan keyingi farqi, organizmda bir kasaldan sog'lomiga yuqadi. Virusli kasalliklarda tez kontagiyoz holda yuqadigan bo'lsa, biridan ikkinchisiga bakteriyalar nisbatan joylashishiga qarab yuqib boshlaydi. Undan keyingi farqi, organizmda shu qo'zg'atuvchiga nisbatan antitanacha paydo bo'ladi. Chunki organizm kurashadi o'shanga nisbatan va oxirgisi unda immunitet paydo bo'ladi. Ya'ni kasallanib sog'aydimi, shu kasallikka qarshi tura oladigan immunitet paydo bo'ladi. Bu infeksion va infeksion bo'lmagan yuqumsiz kasalliklarni farqi. Endi infeksion kasalliklar qo'zg'atuvchilarga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda juda yaxshi eslatib o'tildi. Virusli kasalliklar bor, bakteriyalar chaqiradigan, zamburug'lar chaqiradigan. Xalq tilida juda ko'p holatlarda endi juda vahimaga tushib qo'rqadiganlari virusli kasalliklar. Virusli kasalliklarning ichida ham nihoyatda o'ta xavfli bo'lgan, juda o'tkir kechadigan kasalliklar bor va faktorli infeksiyalar bor. Masalan, hozir aytib o'tdik, quturish kasalligi haqida gapirdik, oqsil kasalligi haqida gapirdik. Endi juda katta talofatlarga olib keladi deb. Ammo bundan tashqari faktorli infeksiyalarda virusli diareya bor, infeksion rinotrixit bor, paragripp bor, adenovirusli infeksiyalar bor. Bular faqatgina
demak ularni oziqlantirish, saqlash, parvarish qilish texnologiyasi, veterinariya, sanitariya, zogena talablariga javob bermagan hollardagina organizmda kasallikni chaqirishi mumkin bo'ladi. Oqsil kasalligini oladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, juda katta vahima qilib qo'rqishga hojat yo'q. Sababi har bir mana respublikamizda, viloyatlarda kasallikni davolash emas, uning oldini olishga chora-tadbirlarimiz qaratilgan. Va epizotik chora-tadbirlarni rejasida avvalambor respublikamizga tashqaridan kirib kelish ehtimoli bo'lgan kasalliklarning oldini olish tadbirlari rejalashtiriladi. Undan keyin demak respublikamizning o'zidagi epizotik holat inobatga olinadi va quyi pog'onalarda har bitta viloyat va tumanlardagi epizotik holatlarni inobatga olgan holda reja tuziladi. Bu rejada diagnostik tekshirishlar bor. Kasallikning oldini olish, profilaktikaning asosini o'z vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yish. Agar o'z vaqtida to'g'ri diagnoz qo'ymasak, u kasallikni oldini ola olmaymiz, qarshi kurash chora tadbirlarini o'tkaza olmaymiz. Mana oqsil kasalligi haqida juda shov-shuv, juda ko'p gapiryapmiz. Lekin bizda u qayd etilmadi. Hayron bo'lish mumkin, xalqimiz hayron bo'lishi mumkin. Bu olima ayol qanday qilib bizda bu narsani yo'qligini aytayapti deb. Har bir infeksion kasallikka diagnoz qo'ygan paytda unga kompleks holda yondashiladi. Birinchi epizotik holat o'rganiladi. Undan keyin uning klinik belgilariga e'tibor qaratiladi. Undan keyin mabodo shu kasallik kelib qolib, shundan o'lgan hayvon bo'lsa, yorib uning patanatomik diagnozi qo'yiladi. Bularning hammasi faqat gumon degani. Gumon. Chunki xuddi shunday holat, klinik belgi, epizotik holat va patanatomik o'zgarishlar shunga o'xshash boshqa kasalliklarda ham namoyon bo'lishi mumkin. Endi buni aniq oqsilmi yoki oqsil emasmi? Laboratoriya tekshiruvi natijasiga asoslangan xulosagina isbot qilib bera oladi. Ana shu ekspertiza qo'lga olingandan keyingina bu kasallik ro'yxatga olinadi. Bizning respublikamizda hozir aynan o'sha chetdan kirib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olish maqsadida bir oylik mana shu veterinariya, sanitariya, epidemiologiya oyliklari e'lon qilinyapti. Maqsad organizmda, hayvon organizmida tabiiy rezistentlikni oshirish. Shu atrofdan kirib kelish ehtimoli mavjud bo'lgan kasalliklarga aynan to'g'ri vaksinani tanlay olib, ularda maxsus o'sha kasalliklarga nisbatan maxsus immunitetni paydo qilishdan iborat bo'ladi. Yuqumli kasalliklarda, yuqumsiz kasalliklar oxirgi farqi, yuqumli kasalliklar vaksinatsiya qilinadi, emlanadi. Yuqumsiz kasallik emlanmaydi. Ana shu emlashni biz qat'iy yo'lga qo'yishimiz kerak. Endi mana hammamizga ma'lumki, katta chorva komplekslarida albatta veterinar xizmati bo'ladi va har bir molga u alohida raqam bilan kuzatuvda bo'ladi. Lekin aholi xonadonlarida men bitta savol bermoqchiman. Misol uchun qoramol boqadigan aholi xonadonlarimiz bir yilda necha marta vaksina qo'llash mumkin? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mana shu boyagi aytayotgan, endi biz qishloq tilida aytganimizda, masalan, biz bilganimiz og'izdan suv kelishi qoramolni, ko'zidan yosh kelishi yoki tanada teri kasalliklar paydo bo'lishi yoki tuyoq kasalliklari bor. O'shanga qisqa buni davosi nima? Juda o'rinli savol bo'ldi. Endi anaga infeksion kasallikka yana bittagina tushuncha berib ketay. Mikrob bo'ladimi, virus bo'ladimi, organizmda rivojlanyaptimi? Organizm birinchi navbatda tana harorati ko'tarilishi bilan reaksiya ko'rsatadi. Har qanday infeksion kasallikda bu tana haroratining ko'tarilishi bu birinchi belgi. Uni oddiy o'sha xonadon egasi ham molni qulog'ini bir joyini bunday ushlab ko'rib, tana harorati ko'tarilganini his qilsa, mana shuni o'zi infeksion kasallikka gumon qilishga asos bo'ladi. Ana endi o'sha organizmda rivojlanadigan virus yoki mikrobga to'sqinlik qilish, ya'ni unga noqulaylik yaratish uchun tana harorati ko'tariladi. Mana shu narsadan ham infeksion kasalligi ekanini darrov payqab veterinar mutaxassisga murojaat qilish kerak. Hech vaqt o'zi bilgancha muolaja qilaman deb harakat qilmas kerak, chunki ba'zi holatlarda ko'pgina o'zi hayvon bilan muloqot qilayotgan odamlar hayvondan o'zlariga turli xil kasalliklarni yuqtirib olish ehtimoli yuqori. Ana endi
bir yilda necha marta o'sha xonadonda parvarishlanayotgan mol emlanishi. Ana endi men yuqorida aytdim, mana har bir epizodik tadbirlar reja asosida amalga oshiriladi. Masalan, qaysi kasalliklar qaysi mavsumlarda ko'proq uchraydi? Masalan, respirator kasalliklar bor, ovqat hazm qilish trakt kasalliklari bor. O'sha mavsumlarga qarab emlanadi. Masalan, mana oddiygina leptospiroz, sariq kasal deymiz xalq tilida. Kuz paytlari bu kasallik avj oladi. Nima uchun? Chunki leptospirozni qo'zg'atuvchisini sichqon va kalamushlar umrbod o'zida olib yuradi, tashiydi va tarqatadi. Sichqon kalamushlar. Ana endi kuz paytlari yog'ingarchilik boshlanib, kunlar soviy boshlagandan keyin sichqon kalamush o'zini qayerga uradi? Panaga uradi. Panada siz biz jamg'arib qo'ygan bug'doy, oziqa, chorvaniki yoki boshqa narsalar ana o'shalarga keladi, o'shalarni ifloslantirib odamni ham kerak bo'lsa hayvonni ham kasallantirishi mumkin. Demak, o'sha mavsumda leptospirozga emlash kerak. Ana endi erta bahorda kanalar uyg'onishi bilan qon parastar kasalliklar paydo bo'ladi. Demak, ayni kuz payti o'sha teleriozga qarshi emlash endi nosog'lom hududlarda. Keyin erta bahorda respirator kasalliklar ko'proq bo'ladi qishda. Demak, o'sha respirator kasalliklar Zumrad Jahangirovna aytganday o'sha paragripp bo'lishi mumkin, infeksion rinat raxit bo'lishi mumkin. O'shalarga yana bir yil davomida qancha ko'p emlama olsa, mol shuncha sog'lom bo'ladi. Viloyatimizda misol uchun 361 sonli qarorga kiritilgan, ro'yxatga kiritilgan vaksinalarimizdan misol uchun kuydirik kasalligiga bir yilda bir marta emlanadi. Majburiy emlanadi. Davlat budjeti tomonidan bepul. Birinchisi. Bundan tashqari oqsil kasalligiga bundan 30 yil oldin bir yilda bir marta edi, hozir 2 marta emlanmasa bo'lmayapti. 2 marta. Leptospiroz kasalligiga hozir ustozim gapirib o'tdi. Leptospiroz kasalligiga ham bir yilda bir marta uriladi. Bulam endi gapning ochig'i leptospiroz degan bilan parazitar kasalligi, piroplazmoz, babizioz bilan farqlay bilish kerak. Leptospirozda ham shu klinikasi bir xil. Bundan tashqari qorason kasalligida barcha yirik shoxli mollarning 3 oyligidan 4 yoshgacha bo'lganlari emlanadi. Bir yilda bir marta bu 4 yoshdan keyin bu kasallikka immunitet hosil qiladi, umrbod hisoblanadi. Bundan tashqari mana shu quturish kasalligiga itlarni emlashda bir yilda bir marta emlanadi. Bundan tashqari mana shu bruselyoz kasalligini oldini olishda ham REF 1 deymiz, shtam 19 deymiz, ERP 51 deymiz. Bular hammasi bir yilda bir marta qilinadigan tadbirlar. Endi tovuqlarda chuma kasalligi, lasota kasalligi, bular 361 sonli qarorda kiritilgan. Bular bir yilda bir marta lasota 40 kunligini ichida burniga tomizib emlanadi. Chuma kasalligiga to'shidan bir yilda bir marta emlanadi. Mana shu emlanish brazot kasalligida faqat qo'ylarda kechadigan kasallik, bu qizilichak deymiz qishloqcha tilida. Bu qizilichak kasalligini ham bir yilda oldin bir marta emlanadi. Hozirgi davrda bir yilda 2 marta emlanmasa maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Bu pasteurlyoz degan kasalliklarimiz bor. O'pkada, qora o'pka, ala o'pka deydi. Bu kasalliklarda ham Oybek aka haqiqatan o'rinli savolni berdingiz. Bizning 361 sonli qarorimizga kiritilmagan bu maxsus dorixonalardan litsenziyasi ega bo'lgan dorixonalardan sotib olib emlash mumkin. Bizga davlatimiz tomonidan berilayotgan barcha vaksinalarning 100% ta'minoti kuydirgi, quturish kasalliklariga, qolgan vaksinalar ta'minoti 25% dan 35% gacha. Demoqchimanki, aholidagi barcha turdagi chorva mollarini 100% emlaymiz deb biz kafolat bera olmaymiz. Chunki ta'minotimiz qancha ta'minot bo'ladigan bo'lsa, shuncha ta'minotni mahalla bay, uchastka bay
emlash ishlarini nazoratga olamiz. Kamida 6 marta qo'y va echkilar uchun yiliga 2 marta emlash ishlarini majburiy amalga oshirsak, shunda kasallik yo'qoladi. Yoz fasllarida chorvani asrash uchun eng yomoni Qashqadaryo viloyatida kanalarning 100 dan turi ko'p. Buni dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizatsiya ishlarini doimiy ravishda amalga oshirishda nazoratga olmasak, bular ham odamlarga, ham hayvonlarga ko'p og'ir holatga olib keladi. Dezinfeksiya qilish bo'yicha Supermetrin degan dorimiz bor. Davlatimiz tomonidan bizning viloyatimizga shu yil hisobidan 2 ta dezinfeksiya qiladigan duk avtomashinasini bizga ta'minot qildi. Undan tashqari mana shu mobil laboratoriya avtomashinasini bizga viloyatimizga olib keldik. Mana shu juda afzallik tomoni dash yaylovlarga borib laboratoriya analizlarini olish bo'yicha oldin 3-5 kunlar ketib qolardik. Hozir bir zumda boriladi, bir zumda qaytiladi. Aholi qanaqa xizmat ko'rsatadi? Endi aholiga xizmat qilishda dezinfeksiya ishlarini har bitta uchastkamizda 3 tadan veterinariya mutaxassislari mavjud. Har bitta mutaxassisga endi o'zining chorvasi bostoniga qarab, talabiga qarab Supermetrin dorisini davlatimiz tomonidan ta'minot qilib beryapti. Biz shuni dezinseksiya, deratizatsiya ishlarini amalga oshiryapmiz. Chorva fermerlariga xizmat ko'rsatish uchun o'zlarida 56-96 sonli farmon bo'yicha shtatlar jadvali asosida veterinar, zotenik, 100 bosh shartli mol bo'lganga bittadan o'zlari veterinar zotenik olib, shularni qo'liga beramiz. O'zlari agar bizga talabnoma qilib bildirgi qiladigan bo'lsa, avtomashinamiz bilan borib har 15 kunda dezinfeksiya qilamiz. Chunki bizdagi kanalar juda og'ir. Boya aytib o'tganimdek, Qamashi tumanida, Dehqonobod tuman tog'li zonalarida iqtisod kanallarining rivojlanganligi bu oxiriga yetib bo'lmayapti. Bu kanallarda oxiriga yetish mutlaqo mumkin emas. Viloyatimizda kuydirgi kasalligini tarqatilgan 1936-yildan 2006-yilgacha 228 ta kuydirgi o'chog'i mavjud. Bu nazoratga olingan, bu doimiy ravishda biz uni qaysi tumanlarda, misol uchun Qamashi tumanida 22 ta bo'ladigan bo'lsa, ana shu 22 tani har chorakda biz nazoratga olib, to'proq namunasidan biz laboratoriyasiga tekshiruv ishlarini olib boramiz, o'zimizga xulosa qilamiz. Mana shu 228 ta kuydirgi o'chog'ini shaxsan men o'zim nazoratga olaman. Endi albatta hozir chorvachilikda mana yuqorida olimlarimiz aytib o'tgandek, yuqumli, yuqumsiz, parazitar kasalliklari, jumladan bir qancha kasalliklar borki, barchani muammo girdobiga solgan. Men o'ylaymanki, mana bir narsa to'g'risida to'xtalmoqchiman, tuyoq kasalliklari bo'yicha. Endi chetdan olib kelingan hayvonlar o'rtasida, asosan zotli sigirlar o'rtasida tuyoq, yelin va bachadon kasalliklari juda ko'p uchraydi. Buni xavfli uchburchak ham deymiz, chunki sigir tuqqandan keyin unda endometrit boshlanadi, ya'ni bachadonning yallig'lanishi. Bachadondan o'sha tushadigan infeksiya polga tushadi. Poldan demak o'sha polda infeksiya tarqaladi. Demak aytmoqchimanki, u yerda hayvon yotadi, natijada yerini ham shikastlanishi oqibatida u yerda ham o'tadi. Men tuyoq kasalligi bo'yicha aytib o'tmoqchiman, tuyoqning bir 10 dan ortiq kasalligi bor. Bu pododermatit deydi, tuyoq asosining flegmonasi deydi. Eng ko'p tarqalgan bu pododermatitlar, lamnitlar. Endi asosiy o'sha mana shu narsalarning bo'lmasligi uchun yuqorida aytganimizdek gigiyena, zogiyenik qoidalariga, oziqlantirishga juda e'tibor berishimiz kerak. Mana shunday tuyoq kasalligi bo'lib qolgan paytda nimalarga ko'proq e'tibor berilishi kerak? Aslida tuyoq har 3 oyda sigirda kesib turilishi kerak. Chunki tuyoqning haddan tashqari o'sishi 5-10% gacha sutni kamayishiga olib keladi. Shuning uchun ham veterinariya nazoratida bo'lib, doimiy ravishda tuyog'i kesilib turgan sigirda tuyoqda turli xildagi patologiyalar uchramaydi. Va shu bilan birgalikda o'sha tuyoqda uchragan patologiyalarni kesish davomida o'sha tuyoq ostida qoraygan, sarg'aygan joy bo'ladi. Tuyoqda u narsa ko'rinmaydi. Qachonki kesgan paytida uning ostida yiring borligi ko'rinadi, lekin hayvon oqsaydi. Buning 3 ta stadiyasi bor. Boshlang'ich stadiyasi, o'rta stadiyasi va oxirgi stadiyasi. Oxirgi stadiyasi demak yiringlab ketadi, shishib ketadi.
hayvonda haddan tashqari demak mahsuldorlik pasayib, hayvon bukchayib, yurolmay qoladi oxir oqibatda. Mana shungacha olib bormasdan albatta birinchi navbatda o'sha doimiy ravishda hayvonlarning tuyog'ini kesib, demak o'sha kerakli davolash ishlarini veterinar vrach bilan birgalikda olib borilsa, menimcha bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Vaksinaning har qancha muddatda ishlatilishi, umuman olganda vaksina va vaksinatsiya jarayoni nihoyatda qattiq nazoratga olinadi. Har bitta vaksinani organizmda necha vaqtgacha immunitet quvvatini ushlab turishiga qaraydi. Immunitet quvvati tugab bo'lgandan keyin, ya'ni oradan vaqt o'tgandan keyin emas, shunday tugashi bilan epizodik jurnal bor. O'sha jurnalda bu vaksina har 6 oyda emlanadimi? Demak, emlagan hayvonda immunitet напряженность 6 oylikka boryaptimi? 6-oyga o'tganda u yana qayta emlanish nazoratga olinadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana shuning uchun xalqimiz bilishi kerak. Qayerdandir, nimadir, qaysidir yo'l bilan vaksinani olib kelib, o'zicha emlashi emas. Vrach o'sha jurnalga asoslangan holda qaysi vaksinani qachon, nechinchi chisloda emladi va ikkinchi emlashi qachonga keladi. O'rtada revaksinatsiya deganlari bor. Orasi uzog'i bilan 2 hafta 21 kun. O'sha revaksinatsiyasini ham nazoratini olmaydigan bo'lsa, kecha emlagandim-ku, bugun nega kasallik chiqdi degan savol tug'ilib chiqadi. Ana shu savolga javob ham emlashni o'z o'rnida, o'z vaqtida veterinariya mutaxassislarining o'zlari olib borish kerak. Va yilda necha marta emlanish emas, qaysi vaksina organizmda necha vaqt o'sha immunitetni saqlab bera oladi va necha vaqtdan keyin u yana qayta kasallanishi mumkin. Shuni inobatga olib emlash ishlari olib boriladi. Vaksinatsiyaning oltin qoidasi bor. Bu olimlar yaxshi bilishadi. Oltin qoidasi molni vaksinatsiyaga tayyorlash. Buni tayyorlashning birinchi talabi semizligi o'rtachadan yuqori bo'lishi kerak. Ana shu semizlik o'rtachadan yuqori bo'lsa, ikkinchisi qondagi titr masalasi. Bular fan tomonidan aytadi, lekin asli biz chorvadorlar shuni bilishimiz kerakki, arriq mol, toza terisi suyagi yopishib ketgan mol, kasal mol, boshqa yuqumsiz kasalligi mol vaksinatsiya qilish mumkin emas. Ana shuni to vaksinatsiya qilish darajasigacha tayyorlashimiz kerak. Mana shu jurnaldan ham aholimizga oddiy jaydaricha bo'lsin degan ma'noda xonadon daftari tashkil etganmiz. Xonadon daftariga odamlar o'zini pasportini asraganday asrab saqlab yuribdi. Bizlarning epizodik jurnalimizga o'zimiz ro'yxatga olamiz. Buni nazoratini kuchaytirmasa, bu vaksinani faqatgina oltin qoidalari emas, bu yerdagi yana bitta qoidasi shundan iboratki, 2+8 gradusda saqlangan holatda turish kerak. Termosomkalarda olib yurish kerak. Buni hurmatli mana shu teletomoshabinlar vaksinani urayotganda termosomkasida muzi bo'lmasa, uni urtirish hojati bo'lmaydi. Vaksinani dorixonalarda sotish qat'iyan man etiladi. Boya aytib o'tganimdek 361-sonli qarorda belgilab o'tilgan vaksinalarni sotish bu jinoiy javobgarlikka boradi. Demoqchimanki, bironta Qashqadaryo viloyatida dorixonalarda vaksina sotish, sotib olish, litsenziyasi hammasi bekor qilinadi, sotish huquqiga ega emas. Demoqchimanki, termosomkasi bo'lmagan veterinariyaning vrachim bo'ladimi, vet-texnik bo'ladimi, vet-sanitari bo'ladimi, uni kiritmanglar, urdirmanglar. Bu vaksina испорченный vaksina hisoblanadi. Bo'yniga bosish kerak uni. Hurmatli teletomoshabinlar, aholi xonadonlaridagi borayotgan xonadonda har bittasiga alohida individualni shpris bilan urilish kerak. Urilyapti. Shpris bilan urilish kerak. Spirt bilan artib olish kerak. Pullikmi, bepulmi degan savol tug'iladi. Vaksinamiz davlatimiz tomonidan bepul. Biz pul beryapmiz-ku 3000, 5000 degan. Haqiqatan berilyapti. Yo'l kirasiga biz imkoniyat qilib berayotganimiz yo'q. Shprisini olib berayotganimiz yo'q. Spirtini olib berayotgan, paxtasini olib berayotganimiz yo'q. Shularning evaziga kimdir 3000, kimdir 5000 so'm pul beryapti. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Mana bugungi kunda chorvachilikni rivojlantirishda asosiy omillardan, rechaklardan biri bu hayvonlarni sun'iy urug'lantirish. Sun'iy urug'lantirish deganda sun'iy narsa ishlatilmaydi. Nasllik
ko'rsatkichi yuqori bo'lgan, mahsuldorlik yuqori bo'lgan zotli buqalarni urug'lari ishlatiladi. Faqat unda sun'iy degan tomoni shu. Sun'iy olib hayvondan olingan urug'ni ikkinchi sigirga urug'lantiriladi. Shuning uchun xalqimiz shuni bilish kerakki, bu sun'iy urug'lantirishni afzallik tomonlari juda ham ko'p. Birinchidan bir 19 ga yaqin kasalliklar, hayvondan hayvonga yuqadigan kasalliklar yuqmaydi. Chunki bir marta ishlatiladigan asboblardan foydalanamiz. Ana shu asboblardan foydalanish hisobiga kasalliklar yuqmaydi. Ikkinchidan bugungi kunda hayvonlarimizni mahsuldorligini ko'tarish, bosh sonini ko'paytirmasdan turib mahsuldorligini oshirish katta dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Chunki yerlarimiz qisqarib boryapti, ekin maydonlari kamayib boryapti. Ana shunday joyda biz mahsuldorlikni oshirishimiz kerak. Ana shu asosiy negizlardan biri mahsuldorlikni oshirishda hayvonlarning zotini yaxshilash. Sun'iy urug'lantirishni hamma tomonlari ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda aniq mahsuldorligi yuqori bo'lgan buqalardan urug' olinyapti. Urug'lantirish bo'yicha mutaxassislarimiz tajribalari ham bor, yetarli, oshirib borilyapti. Hamma uskunalar bilan, kerakli urug' bilan ta'minlangan. Mana shu jarayonda xalqimiz faqatgina faol bo'lish kerak. Veterinariya vrachiga, mutaxassislarga murojaat qiladigan bo'lsa, u kishining hayvonlariga, sigirlarga qaysi zot kerak bo'lsa, ana shu tomonlarni e'tiborga olgan holda bugungi kunda xizmat hammasi yo'lga qo'yilgan. Ana shuning uchun bugungi kunda sun'iy urug'lantirishni tashkil qilish bilan biz hayvonlarni sonini ko'paytirmasdan mahsuldorligini oshirishga erishishimiz mumkin. Domla, endi mahalliy zotli mollarni ham sun'iy urug'lantirish mumkinmi? Sun'iy urug'lantirishga qanday mollar o'zi talab qilinadi? Talablari ham bo'lsa kerak emas. Jaydari, endi oddiy tilda esa jaydari mollarni ham sun'iy urug'lantirish mumkinmi? Jaydari mollarni ham sun'iy urug'lantirish mumkin. Ular uchun ham o'ziniga yarasha mahsuldorligi, boshqa ko'rsatkichlari mos keladigan zotlar bor. Veterinariya mutaxassislar biladi. Masalan, chetdan keltirilgan yuqori mahsuldor hayvonlar bo'lsa, ularni o'zining zoti bilan urug'lantirish kerak. Mahalliy zotlarimizni yaxshilangan zotlar, yaxshilovchi zotlar bor. Ana shunday nasldor hayvonlar bilan urug'lantirish kerak, zoti bilan urug'lantirish kerak. Aholida bir yomon bir tushuncha bor. Katta bo'ladi, bolasi tug'ilishi qiyin bo'ladi. Ular hammasi hayvonni sog'ligiga bog'liq. Agar hayvon yaxshi, yetarli semizlikda bo'ladigan bo'lsa, u yetarli bolasi normal rivojlanadi. Agar arriq bo'ladigan bo'lsa, teskarisi, molni bolasi katta bo'lib ketadi. Tug'ish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun hayvonlarni urug'lantirish kerak. Undan keyin saqlash, oziqlantirish tomoniga ham aytilgan tavsiyalarga amal qiladigan bo'lsa, bu usulda mahsuldorlikni oshirishda ahamiyati juda katta. Aksariyat qishloqlardagi qoramollar jaydari mollar hisoblanadi. Boshida mana shu metod qo'llanilganda bizda adashmovchilik bo'ldimi? Men o'zim ko'p aholidan eshitganman. O'sha katta mahsuldor ho'kizlardan olingan nima urug'lik o'sha bizni jaydariga qo'yilgan va nihoyat tug'olmay ko'p sigirlar nobud bo'ldi degan masalalarda shuncha bir teletomoshabinlar aniqroq aytib ketsangiz, bu chunki ular uchun ham ertaga kerakli holat bo'ladi. Birinchidan hayvonni tanlashda endi mahsuldorlik ko'rsatkichi emas, hayvonni tanasi, vazniga e'tibor qilish kerak. Kim belgilaydi shuni? Shuni Veterinariyami? Veterinariya belgilaydi, hayvonni egalari ham e'tibor qilish kerak. Masalan, sigir g'unojin tanalar 6 oyligida kuyga keladi, lekin uni 6 oyligida urug'lantirish kerak emas. U kerakli tanani vaznini olsa, masalan, onasi 100 kilogramm bo'lsa, u 65-75% vaznini olgan bo'lish kerak. Ana shunga vaznga yetgandan keyin urug'lantirish kerak. Urug'lantirgandan keyin uni oziqlantirishga e'tibor qilish kerak. Ham sigir sut beradi, masalan, sigir bo'lsa, ham uni qornida bola rivojlanyapti. Shu paytda qornida bolani rivojlanishiga ham e'tibor qilib qo'shimcha oziqlantirish kerak bo'ladi. Bizda xalqimizda sut bermadimi, unga oziqa berishni to'xtatadi. Lekin shuni hisobiga kelib chiqadi. Qo'shimcha sifatida mana shu mahsuldor urug'ni kim oladi? Kim oladi va chorvaga beradi? Kim mas'ul shunga? Bugungi kunda veterinariya aholi ola olmaydimi uni? Veterinarlar maxsus idishlarda azotli nimada saqlaydi uni, olib kelib buqa urug'larini. Bo'yicha yetarli. Bizni viloyatga, hamma viloyatlarga ham O'zbekiston Respublika chorvachilik birlashmasi bor. Ana shunda har bir viloyatga mo'ljallangan zotlar bor. Qashqadaryo cho'l zonasilariga yoki suvli zonalarga mo'ljallangan, har bir zonaga mo'ljallangan buqalarning urug'lari olib kelib, viloyat boshqarmasi, veterinariya boshqarmasi bugungi kunda shuni ta'minlaydi. Hamma viloyatlarga yetarli miqdorda tarqatiladi. Urug'i chorvachilikda shu zotli mollarda urug'i masalan hozir o'rtacha 7000-8000 atrofida turadi bir molda urug'lantirish.
boshqa 8 ming so'm. 7-8 ming so'm. Ana shu bilan biz hayvonlarni zot hayvon olishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Ustozimiz sun'iy urug'lantirish bo'yicha yaxshi o'zini to'g'ri haqiqatdan mahalliy zotli bozordagi sotilayotgan tug'ilgan sun'iydan tug'ilgan buzoqlarning iqtisodiy samaradorligi yuqori ekanligini haqiqatdan teletomoshabinlarga to'g'ri aytdi. Viloyatimizda 590 ming bosh sigirlar tug'ish yoshidagi mollar mavjud. Buning 50% 285 ming bosh tashkil qiladi. Hozir biz viloyatimizda 6 oyda 100 mingga yaqin tug'ish yoshidagi tanalarda sigirlarda sun'iy urug'lantirib bo'ldik. Bu tana deganda mana shu 6 oylik 8 oylik emas, 16-18 oylikda 250-280 kilogramm tirik vaznni tashkil topadi. O'shanda sun'iy urug'lantirilgan moldi haqiqatdan matsion degan narsa bor. Bo'g'ozlikning ikkinchi yarmida konsentratni birinchi bo'g'ozlik davrida yuqori miqdorda berish kerak, ikkinchi davrda bu degani 5 oylikdan keyin konsentratni kamaytirib matsion olishni kuchaytirish kerak. Bu jaydari mol bo'ladimi, zotli mol bo'ladimi? Domilla to'g'ri aytdi, urug'ini tanlab qo'yiladi. Matsion olinmagan sigirlar, tanalar tug'ish jarayonida qiynaladi. Kerak bo'lsa, mana shu zotli birinchi tug'ish g'unojinlarning kindigi ko'kragigacha shishib ketadi. Qorni yerga tegib qolganlarni ko'rganmiz. Demoqchi bo'lganim, hurmatli teletomoshabinlar, chorvani parvarish qilayotganda haqiqatdan bo'g'oz mollarni matsion qilish shart. Nazoratga olish ham shart. Mana shu matsion deganda bo'g'oz mollarda ikkinchi periodida har kunlik 3-5 kilometr matsion olish kerak. Matsion degani bu yaylovga boqib, yurgizib, yayratib kelish kerak. Bu narsani bilmasdan turib bitta qoziqda yotgan mol tug'olmay o'lib qolishi ham mumkin. Qo'ylarni matsion qilishda bo'g'ozlik davrida buniki 5 oy bo'ladigan bo'lsa, 3 oylikdan keyin 2 oy qoladi. Bularni ham 12-25 kilometrgacha matsion qilish kerak, ko'proq kechasi qilish kerak. Albatta bugungi muloqotimiz jarayonida mana shu chorvachilikni rivojlantirish, chorva mahsuldorligini oshirish bilan bog'liq jihatlar haqida mutaxassislarning, olimlarning fikr mulohazalarini eshitdik. Albatta mana shu belgilangan ko'rsatmalarga amal qilinsa, chorvachilikda yuqori bir natijalarga erishish mumkin. Biz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Mazmunli suhbat hamda tashriflaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, kelgusi muloqot ko'rsatuv orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.